17-noyabr, 18-noyabr kunlari Markaziy Osiyo uloq ko'pkari markaziy maydoni bo'lmuş Zomin Oqtosh maydonida Zomin Nayman elining farzandi Xudoyberdi bobo Suvonov o'g'illari Ikrom aka Suvonovning 2 kunlik chempionat katta ko'pkarisi belgilandi. Zomin Oqtosh maydoniga ana Zomin boybomizning o'g'illari Alisher polvon bosh, jiyanlari Dilmurod aka ustozimiz bosh. Xudo xolasa Zomin Nayman elining farzandi Xudoyberdi bobo Suvonov farzandi Ikrom aka Suvonovning 2 kunlik chempionat ko'pkarisi belgilandi. Qayerganlik ko'rasizlar do'stlar. Tarixiy chempionat o'yini chog'ida bo'lasizlar xudo xolasa. 17-noyabr, 18-noyabr kunlari Markaziy Osiyo uloq ko'pkari markaziy maydoni bo'lmuş Zomin Oqtosh maydonida har yilgi tarixiy chempionat ko'pkarimizning davomi Zomin Nayman elining katta chempionat ko'pkarisi belgilandi do'stlar. O'yin yaxshi qo'shiqlardan uzoq vaqtdan beri muxlislar